Bu yılki Kral brendini obunachilar uchun, bitiruvchilar uchun o'zgacha xos uslubdagi klassik, pol klassik variantdagi kiyimlarni kelishda davom qilamiz. Videoning boshida lookimizni ko'rdingizlar, qo'shilib bo'lib yaxshi yarashib turdi. Bahosi 240 ming so'm, oyoq kiyimiz 40 dan 44 dan razmerlari bor. Keyin chavurimiz 150 ming so'm, 40 razmerdan 44 razmerdan 54 razmer, ya'ni 29 dan 36 ga razmerlari bor. Göynekimiz 120 ming so'm, S dan 2XL razmerdan bor. Endi svetlarni ko'raman desangizlar, giyib turganimning obrazida giyinsangizlar ham bo'ladi. Hozirgi boshqa obraz, ya'ni ochiq korishnoy, bolotniy svet, sport klassik chalurimiz bo'ladi. Keyin Mekamelloni setishni temniy korishnoy bo'ladi do'stlar. Xohlasangizlar seri svet, xohlasangizlar ochiq ko'k svet, xohlasangizlar ochiq korishnoy svet. Baholari 120 ming so'm, S dan 2XL razmerdan bor. Chavurlarimiz siniysi, bolotniysi, giyib turganimning variantdagisi bo'ladi. Keyin qorasi temniy korishnoy sveti do'stlar. Chavurlarimiz 150 ming so'mdan 29 razmerdan 36 razmerdan bor. Optim variantda giyinaman desangizlar, ya'ni общий klass bilan giyinaman desangizlar kelasa, Kral brenddan bizdan xarid qilasizlar. Oyoq kiyimimizga keladigan bo'lsak, oyoq kiyimimiz Xitoyniki bo'ladi 240 ming so'mdan. Общий lookimizni aytib o'taman, 120, 150, 240 ming so'm kommentariyadan necha so'm bo'ldi yozib qoldirasiz do'stlar. Xohlasangizlar uzun variantda, xohlasangizlar yengini keltirib giysangizlar bo'ladi do'stlar. Do'stlar, shunning необычный look aytaman desangizlar, Kral brendga kelasizlar, har xil assortimenti, har xil turlari bor. To'liq ma'lumotlar YouTube kanalimizda girib danishib chiqsangizlar bo'ladi.